Assalamu alaykum sevimli qarindoshlar. Bugun MLD kanalidan huzuringizga sunilmoqchi bo'lgan ovozli asar Seni suyman deyish kupayimi. Turkchadan uyg'urchalashtiruvchi Gulnaz Tursun Ibrat. Mikrofon oldida Zubayda Tursun. Sevgi aqida talab qiladi deyishadi. Suysan, yana kelib chonqur suysan. Uningsiz bo'lolmaysan. Ko'rgin keladi, sevginisan, ovozini anglag'ing, yuzini ko'rgin keladi. Halbuki qarshi tarafga nisbatan ancha-muncha ko'rishib, seni suyman deyish kupayidir. Ish ovqatga berilib ketadi, yurki desanba, buningga ishonching komil. Ammo ishingda bir yolg'izlik tuyg'usi seni turtib turadi. Sevgisini his qilgan chig'ingni ko'rgin keladi. Jumlalar yetmay qoladi. Yaxshi ko'rsang qani ko'rsatmamsan degin keladi. Quruqdan quruq seni suyman degan qandoq gap? Men quruqdan quruq seni suyman deb yozgan uchurlarni chiq o'qiyman. Boshqalar tayyor qilib qo'ygan jumlalarni ham. Ammo xohlaydiganim, sevginishingni ifodala, o'zingni ko'rsat, tuyg'ularingni menga his qildir. Yolg'izman qara, tehichi yolg'iz. Ne vidoying ba, ne barhabang. Ammo sana sendan boshqasi yo'q. Asla bo'lmaydi deydi. Boshqasi bo'lsa qizg'anasan. Hech bo'lmaganda ichingda bir tuyg'u paydo bo'ladi yoki bir ko'rash qilish kuchi. Halbuki hech kim yo'q. Suylasan, ana shunda quruqdan quruq seni suyman deyish yetmaydi. Har qanchaqda ko'rinib qo'yib yo'qab ketishmi ham. Chunki sevgi aqida talab qiladi emasmi? Qani, aqidangni ko'rsat sevginim. Meni suydiganligingni so'zlasangni kupayimi? Sana ko'kdagi oyni yo'lib ber, dunyoning orbitasini o'zgart, yulduzlarni men uchun paqratma demedim. Yolg'izman va sen bilan mungdasam deyman. Nurlaringga beshimni qo'yib, bugun nima ishlarni qilganligimni erkalab turib so'zlab bergim, yoki menga ishonch ato qiladigan ovozingni anglag'im ba. Bugun nima ishlarni qilding oshig'im? Charchadingmi? Birlarga chechildingmi? Yoki eshik oldiga kelgan tilamchiga ich ag'ratdingmi? Menga barishkaligingni bildir, xush bo'lay. Seni suyman so'zi yetmaydi menga.